Hammaga salom alaykum, bilan men Stefan. Bugun biza Mimi qishloqida survival qilamiz. Menimcha sizlar tushunib oldinglar. Nima qilishdi? Buni sal qolsa video o'chib qolardi. Men nimaga? Hatto davay bolalar, rejani tanishtiradigan bo'lsam, mana bolalar, chizib beraman, chizib. Qizilda chizib beraman. Qaranglar. Bu menman. Men toshli aslahaga kuchayaman. Toshlidan keyin temirga harakat qilaman. Keyingi videoda uy quraman. Menimcha sizlar tushundinglar. Bo'lmasa ketdik. Nimaga faqat oq daraxt? Menga oq kerak emas. Menga neger daraxt kerak, neger. Men negerman, oppoq negerman. Qarachi bu miyamda qolib ketgan qo'shiq. Hoppa. Bola, men bu Mimi sedidan yaxshilab o'rganib chiqdim. Va mana shu konda va narigi konda, bu kondan boshqa konga boramiz va bu yerda temir turgan bo'ladi. Men bu temirni ko'rganim yo'q, bo'lmasa o'zlar ham Minecraftga kirib, xuddi shu Minecraftga kirib, sedini yozib ko'rishinglar mumkin. Nafas olmasdan gapiraveribman. Ovozi baland turibdi ekanda bolalar. O'shanga bizga xalaq berdi. Hoppa. Kirkani va buni yasab olamiz. Tapir kerak emas. Qilichni nimaga oldim? Chunki g'orda monsterlar bo'lishi mumkin. Va bu yoqqa 6 sekundda tushamiz. Ton. Va toshli. Buni yasaymiz. Bunda qilich yasaymiz. Mana, qilich bilan toporga bor va bitta lapata. Keyin tayoq yasaymiz. Keyin buni va buni va buni. Hammasiga yetdi. O'ylashimcha. Va bu yerdagi hammasiga yetmabdi. Men xato o'ylabman. Men adashdim. Hamma narsada adashdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ta kerak. Hoppa. Va buni sindirish shart. Kurashlam shart. Menga obuna bo'lisham shart. Hoppa. Bu yerda 3 taga nima qilamiz? 3 taga nima qilamiz? 3 taga hamma qiladigan narsani qilamiz. Bu yerda ko'mir bormi? Juda yaxshi o'rganmabman. Menga hozir temir kirka kerak. Temir kirkadan boshqasi menga kerak emas. Tushunayapsizlarmi? Va birinchi temir. Tezlash. Bola, videoni chizilib ketdi. Videoni boshladim va menda o'sha temir kirka bor. Yasashga qiynaldim prosta. Yasashga erindim desa ham bo'ladi. Videoga shuni ham olmadim даже. Hoppa. Menga sham kerak, men esa shamni qishloqdan olishga harakat qilaman. Menimcha bu qishloqda bor. Ana. Как раз krat yasashimga ham yetadi. Hoppa, birinchi jun. Bitta jun bormi bu yerda? Faqat bitta set bormi? Voy Jamol. Senga cho'milmagin deganman. Sen bola bekor tushdim deyman-da. Endi 2 soat chiqib olish kerak. 2 soat emas, 2 minut degandim. 2 minut emas, 2 sekund ekan. Men adashibman. Men rostdan adashdim. To'xtanglar. Rejani o'zgartiramiz. Bu videoda survival emas, bu videoda oziq-ovqat rejasini qilamiz. O'sha qo'yni o'ldirib kesam bo'ldi. Bu 2 ta qism bo'ladi, balki 3 ta bo'lar, balki 4 ta bo'lar, balki bir umr shu setda
survival qilarman. Xudo biladi. Oziq ovqatlarni ko'paytiramiz. Menga 2 stak sabzi yetib qoladi. Xo'lla. Chunki men bu videoda oziq ovqat qilishim kerak ekan. Keyingi videoda keyingi qismda uyquramiz. Xuddi shu setda narsalar xuddi shunaqa turadi. Boshqa baytga kirib o'ynamayman bu joyda. Boshqa joyda o'ynayman. Dalli. O Jamol, ko'p ishlagin sen. Sal bo'lsa ham oziysan. Tushundingmi Jamol? Men Jamol bo'lmayman. Men sen bo'lma. Bu rovno bir stak bo'pti, ko'ryapsizlarmi men? Cho'ta shu rasm xalaq beryapti-da. Rasm xalaq beryapti. Bola keyingi qismda men o'zimga quyon boqib olaman. Tushunayapsizlarmi? Quyon boqib olaman. Chunki naryoqda quyon bor ekan. Kalish Minecraft o'ynab o'tirdim. Shu setda. Ukam keldi-da, bo'tchasiga quyon sabzi yedi dedim-da. Dedi-da menga. Shunda kalam ishlatdi, quyonda sabzi ushlasam, quyon orqamdan kelyapti. Men oldinroq quyon hech narsa yemaydi deb o'ylardim. Rostdan shunaqa deb o'ylardim. O'zimga uyquramizmi yoki shu uyda o'zimga olamizmi? Menda 1 stak 28 ta qanchadir ham bor. Bitta, ikkita, 3ta. Va menda bitta non va kravat bor. Bola bu unchalik tez survival bo'lmadi, lekin menda ko'proq o'sha Minecraftda bir kun bo'lmasa men juda ham kuchayib qoldim. Video tugamadi lekin. Menda temir kirka bo'lgani bu video tugadi degani emas-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Menda nechta fakkel bor? Menda 3 ta fakkel bor. Endi nima qilamiz? G'orga kiramiz. Mutafak. Men bilmagandim. Rostdan ham bilmagandim. Va ko'mir bizga kerak. Ancha tez survival qilyapmiz bola. 3 4 5 6 7 8 9 10 yetadi. Hoppa. 35 ta bo'ldi. Xarosh. Bu yoqqa ketaman. Chunki bu yoqda ham o'rganganim ozgincha. Bu yoqqa ketaymikan-a? Yo'q. Xuddi temir bor deb o'ylab qolibman. Temir yo'q ekan. Tosh bor ekan, tosh. Bag'ri tosh. Mana shu yerga kirib ketsak-chi. Qo'rqyapman lekin. Chunki hozir o'lib qolishim mumkin. O'lmayman. Men o'lmayman. Yomon ko'zim o'tkir boraman-da borku. Ko'rmagan ekanman-da. Hatto bu temir mech qilib olaylik. Hamma narsamizni temir qilib olaylik. Hoppa. Bolalar, men chiqib olaman va videoni tugataman. Chunki biz shuncha narsa qilib oldik. Qildik. To'g'rirog'i. Keyingi videoda keyingi videoda biza shu full temir aslaha branyalarga ega bo'lamiz. Hozir menda 10 ta bor, bolalar qaranglar. Buni ichiga kirdi-da. Qaranglar. Buni va mana buni qo'yib qo'yapman. Bo'ldi, bular qizib turadi. Boshqa kirmayman bu yoqqa. Xuddi shu yerdan anov bo'laman. O'lib qolmasligi uchun pastga kiraman va hammaga xayr. Men seni ko'ryapman, hali ham obuna bo'lganing yo'q.